Men maxsus joyda ishlayman, qayerda ishlashimga aytolmayman. Shu sababli menga oddiy telefon kerak, orcha funksiyasi bo'lmasligi kerak. Hop. Aynan sizdaqa tashkilotda ishlaydiganlar uchun bizda maxsus modelimiz bor. Marhamat. Tanishing Novaydan OneSim hamda 106 modellari maxsus tashkilot hamda zavod xodimlari uchun ishlab chiqarilgan. Bu modelda kamera yo'q, xotira joyi ham yo'q va qo'ng'iroq yozib olish funksiyasi ham mavjud emas. Bu orqali maxfiylik to'liq saqlanadi. Ikkalasi ham bitta sim karta bilan ishlaydi. Ortiqcha ilova yo'q. Fanari shu qadar kuchliki, yon tomonidagi maxsus tugma orqali bir harakat yoqasiz. Sodda, ishonchli va albatta kundalik foydalanish uchun ayni muddao. Endi farqiga kelsak, OneSim kattaroq, 2.4 dyumli ekran va quvvati 1700 mAh batareya bilan uzoq muddat xizmat qiladi. U soatni ham, raqamlarni ham 3 tilda ovoz chiqarib aytadi. 106 esa ixchamroq. Yulduzcha tugmasini bossangiz, soatni ovozli aytadi. 1000 mAh batareya kundalik ehtiyoj uchun yetarli. Novay, sodda va ishonchli. Hoziroq Uzum Market orqali xarid qiling. Havola profil biosida.